Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Demak, kecha kanalimizga tashlangan savolning yechimini taqdim etamiz. Bir qancha ustozlarimiz bunga yo'nalishlar aytishdi va to'g'ri javob tashlaganlar ham bo'ldi. Ularga ham tashakkur etamiz. Demak, bu misol qanday ishlanar edi? Geometrik usuldan foydalanib ishlash kerak bo'lar edi. Ya'ni uchburchak chizib olamiz. Uchburchagimizning tomonlari 11, 13 va 20 ga teng bo'lsin. Uchburchak ichidan bir nuqta tanlaymiz. U shunday nuqtaki, uni uchburchak uchlari bilan tutashtirganimizda 3 ta teng burchaklar, ya'ni barchasi 120 gradusdan bo'lgan 3 ta burchak paydo bo'lishi kerak. Mana shu kesmalardan bittasini demak A desak, bunisini B desak, bunisini C bilan belgilab olsak. Ana endi dastlab bu uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llasak. Bunga ko'ra a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab kosinus 120 gradus teng bo'ladi 11 ning kvadrati 121 ga. Endi ikkinchi uchburchakka qo'llaydigan bo'lsak bu tomonga, demak b kvadrat qo'shilgan c kvadrat minus 2bc kosinus 120 gradus teng bo'lar ekan 169 ga 13 ning kvadratiga. Endi uchinchi uchburchak uchun ham qo'llaydigan bo'lsak, demak a kvadrat qo'shilgan c kvadrat minus 2ac kosinus 120 gradus teng bo'lar ekan, demak 400 ga 20 ning kvadratiga. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, kosinus 120 gradusda minus 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Uni minus 2 ga ko'paytirsak, bizda plus ab bo'lib qoladi. B kvadratni oxirida yozdik, barobar 121. Ikkinchisidan soddalashtirsak, b kvadrat plus bc plus c kvadrat barobar 169 bo'lar ekan. Uchinchi tenglikda ham demak kosinus 120 gradus o'rniga minus 2 dan 1 qo'ysak, a kvadrat plus ac plus c kvadrat barobar 400 degan tenglikka kelar ekanmiz. Bu aynan bizga berilgan sistema edi. Demak, ABC sifatida mana shu uchala kesmani tanlab olsak bo'lar ekan. Endi bizdan so'ralgan narsa AB qo'shilgan BC qo'shilgan CA ni topishimiz kerak. Buning uchun dastlab mana shu uchala uchburchakni yig'indisidan hosil bo'lgan katta uchburchak yuzini topib olaylik. Tomonlari 11, 13, 20 bo'lgan uchburchak ekan. Geron formulasidan foydalanib yuzini topamiz. Dastlab yarim perimetri 11 qo'shilgan 13 qo'shilgan 20 taqsim 2. Demak, 44 taqsim 2 bo'lib 22 bo'lar ekan. Yuzini hisoblasak, ildiz ostida 22 ko'paytirilgan 22 dan 11 dan ayirsak 11, 22 dan 20 dan ayirsak 2, 22 dan 13 dan ayirsak 9. Buni hisoblasak 22 3 bo'lib 66 chiqar ekan. Bu jami katta uchburchak yuzi. Endi katta uchburchak yuzini 3 ta kichik uchburchak yuzlari yig'indisi tarzida demak yozib olamiz. Bu S1, bu S2, buni S3 deydigan bo'lsak, uchalasining yig'indisi S1, S2, S3 ning yig'indisi teng bo'lishi kerak 66 jami yuzaga. Endi S1 ni uchburchak yuzini sinus yordamida hisoblash formulasidan hisoblab olamiz. Demak, S1 deganimiz 2 dan 1 AB sinus 120 gradus qo'shilgan S2 deganimiz 2 dan 1 BC sinus 120 gradus qo'shilgan AC S3 ni topadigan bo'lsak 2 dan 1 AC sinus 120 gradus teng bo'ladi 66 ga. Barchasidan 2 dan 1 sinus 120 gradusni chiqarsak, qavsdan tashqariga bizda AB qo'shilgan BC qo'shilgan AC barobar 66 degan tenglikka kelar ekanmiz. Sinus 120 gradus ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Uni ko'paytirsak ildiz 3 taqsim 4 bo'ldi. Qavsida AB qo'shilgan BC qo'shilgan AC barobar 66. Bundan bizga kerakli narsa kelib chiqmoqda. Demak, qisqa hisob kitoblardan so'ng buni biz demak 88 ildiz ostida 3 ekanligini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, aynan mana shu uslub juda ko'p misollarda qo'l keladi. Shunga o'xshagan yana bir misol demak tanladik yaxshiroq tushunishimiz uchun. Bizga yana bu safar tengsizlik berilmoqda. Mana shu tengsizlikni isbotlashimiz kerak ABC 0 dan katta bo'lgan holat uchun. Buning uchun yana uchburchakdan foydalanamiz. Uchburchak chizib olamiz. Ichidan bir nuqta olamiz. Uni kesmalari bilan uchlariga tutashtiradigan bo'lsak, shunday bo'lishi kerakki, mana burchaklar barchasi 120 gradusdan bo'lib qolishi kerak. 120 gradusdan.
Biz mana shu kesmalardan bittasini A uzunlikka, bittasini B uzunlikka, uchinchisini C uzunlikka teng deb belgilab olaylik. Endi uchala uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llayman. Bu tomonni x deylik, bu tomonni demak y desak, bu tomonni z desak. Dastlab birinchi uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llasak, a kvadrat qo'shilgan b kvadrat minus 2ab kosinus 120 gradus barobar x kvadratga. O'ng tarafga qo'llasak, a kvadrat qo'shilgan c kvadrat minus 2ac kosinus 120 gradus teng bo'lar ekan z ning kvadratiga. Pastga qo'llasak, b kvadrat ekan plus c kvadrat minus 2bc kosinus 120 gradus teng bo'lar ekan y ning kvadratiga. Soddalashtirsak, x kvadrat barobar a kvadrat 120 gradusda kosinus minus 2 dan 1, uni minus 2 ga ko'paytirsak plus ab bo'lib qolar ekan plus b kvadrat. Y kvadratni yozib olay. B kvadrat qo'shilgan c kvadrat plus avval ko'paytmasini yozib olaylik. Demak, bc plus c kvadrat. Z kvadratni yozadigan bo'lsak, a kvadrat plus ac plus c kvadrat bo'lar ekan. Endi uchburchak tengsizligiga ko'ra uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Biz o'sha qoidani qo'llaymiz. Ya'ni x bilan y ning yig'indisi z dan katta bo'lishi kerak. Mana bu uchburchakda ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Xo'p, x nimaga teng? Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan ab qo'shilgan b kvadrat bo'lar ekan. Qo'shilgan y nimaga teng? Y'imiz bu yerdan topadigan bo'lsak, ildiz ostida bo'lib qolar ekan. B kvadrat plus bc plus c kvadrat. U katta bo'lishi kerak. Z dan z bunga teng bo'lmoqda ildiz ostida a kvadrat plus ac plus c kvadratga. Bizdan aynan mana shu tengsizlik isbotlanishi talab etilgan edi. Demak, aynan mana shu uslub, ya'ni mana shu uchburchagimiz bizda juda ko'p misollarni oson hal qilish imkoniyatini beradi. Tenglama va tengsizliklarda mana shu usulni o'rganib qo'yishni demak maqsad qilgan edik. Shuni tushunib o'rganib olsangiz bo'ladi.